Obunachilar va ahli YouTube hammaga salom. Bugun noldan quyon boqish 5-kun kech bo'lishiga qaramasdan video olishga qaror qilganmiz. Chunki biz so'z berdik, so'zimiz ustidan chiqishimiz kerak. Har kuni quyonlarimiz haqida videosini ko'rsatib boramiz deb. Mana hozirda quyonlarimiz. Mana o'smir quyonlarimiz va bo'g'oz quyonimiz. Mana shu quyonimiz bo'g'oz quyon. Orasiga qo'shib qo'ydik, hali tug'ishiga bordi. Bugun dushanba, hafta kuniga dushanba bo'lsa, bugun quyonimiz qochganiga 17-kun. Yana 13 kuncha bor. Shu sababdan qo'shib qo'ydik. Ichida birga yuraverishadi. Quyonlar Burgundskiy, ya'ni Fransiyadan kelib chiqishi bo'lgan Burgundiya zotli quyonlari. Bu to'g'ri burgun, bu bo'g'oz burgunimiz toza burgun emas. Onasi burgun, otasi qora bo'lgan. Lekin bu burgun, mana burgunlar toza burgunlar. Bularni o'zim ota-onasini ko'rib sotib oldim. Endi bulardan yaxshi bola chiqaramiz, xudo xolasa, va ko'paytiramiz. Har kuni qo'yaverayotgan videolarimizni ko'rib ishda davom eting. Videomizga like bosib, kanalimizga ishtahasi yaxshi. Kimlardir aytadi, lavlagi bermanglar, lekin lavlagi ham yaxshi, lavlagini ham, sabzini ham yaxshi yeyapti quyonlar. Va kechagi aytganimdek, fanerni kamaytirganda yaxshi ekan, quyon katta yasaganda, chunki faner tishlab yeb tashlab yomon qilib tashlar ekan. Shu sababdan tishlagan fanerni olib tashlab, o'rniga qismdan qo'ydim, mana klet. Setkadan qo'ydim. Oldin mana bu faner turardi. Faner mana shu holatda turardi. Shu holatda turardi. Yopiq edi mana betlari. Shu teshib quyonlar yerga tushyapti. Shu sababdan endi biz bularga shunaqa ish qilib, qalin yaxshi setkadan qo'yib qo'ydik. Mana yaxshi setka, qalin, chunki butilmagan. Quyonlarimiz tetik holatda. Xudo xolasa quyonimiz eson-omon qutulib olsa zo'r bo'ladi. Qorinlari yaxshi hisob, yaxshi vazn olyapti. Bugun 5-kun hisobiga bo'lsa, yana 5 kundan keyin xudo xolasa quyonlarimizni yana tarozi tortamiz va necha kilo, 10 kundan necha kilo vazn olganlarini, necha gram vazn olganlarini har bittasini qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etib, videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar.